Va'dasida turmaslik. So'zida turmaslik, va'dasiga xiloflik qilish dunyoda hamma odam o'ch ko'radigan yolg'onchilik bo'lib, bu illat kimda bo'lsa, shu odam yaxshilik kutishga yaramaydigan, ishongili bo'lmaydigan yaramsiz odam hisoblanadi. Bundaq odam o'ziga va boshqalarga nurg'un ziyonlarni keltiradi. Va'daga vafo qilmaslik, lavzi qilgan ishqa ega bo'lmaslik, iymonning ojizligidan derak beradigan munofiqlik xarakteriga ega yolg'onchilikdir. Payg'ambar alayhissalom munofiqlikning alomatlarini bayon qilib, munofiqlikning belgisi 3 bo'lib, ular yolg'on so'zlash, va'daga xiloflik qilish, omonatga xiyonat qilish deb ko'rsatgan. Mana bu 3 ish ishonchni yo'qotishning omilidir. Inson kelishim tuzsa, kelishimiga rioya qilishi, biror ishga va'da qilgan bo'lsa, uningga vafo qilishi lozim. Va'daga vafo qilish insoniy go'zal axloq bo'lsa, va'dasiga xiloflik qilish bakmi qattiq razillikdir. Shuning uchun Qur'on Karimda saxtlikdan ogohlantirib, vafodorlikqa undaydigan oyatlarning ko'p bo'lishi ajablanarli emas. Qur'on Karimning Isro surasida va awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, ya'ni ahdiga vafo qilinglar, chunki ahdi ustida cho'qim savol so'roq qilinsizlar deb kelgan.